Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Uçuk Söhbet programımızdan yeni bir sanda yüz görüşüp oturuptuk. Her daim hemmalağı məlum boğandek biz bu programımızda yıllardan buyan xılmı-xıl temalarda meyli siyasetçiler olsun, ilim, alimlerimiz olsun veya ki dini alimlerimiz olsun, ziyaliler olsun, şu sahadaki kişilerimizni pat her xil mavzular teklif kılıp ularning qimmatlik fikrini huzuruna sunup kelyapmiz. Bugün şunun cümlesinden tünügün biz e'lonimizni bergandek bugün sekularizm hayatımızdan nerede degan tema to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Bugünkü qimmatlik mehmonimiz Konya'dan qatnashyapti. Konya Selçuk Üniversitesi o'qituvchisi. Şundaqla Uyghur Tadqiqot instituti tadqiqotchisi Doktor Adiljan Er-Uyghur ziyoratimizni qabul qilib programmamizga qatnashib berdi. Aldidan ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni, savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizdan foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta, qadrli ko'ruvchilarimiz, balkim e'lonni ko'rganda o'ylagan bo'lishingiz mumkin, ya'ni balkim hammalar bilgandek, ya'ni bir qismliq programmamizda boshdan oxir tushunib bo'lish, talash tartish qilib bo'lish mumkin bo'lmagan nihoyatda keng doiradagi bir tema. Bu haqda nurg'unlagan kitoblar yozilgan, nurg'un olimlar har xil jihatdan talash tartish qilgan bir masala. Albatta bugungi temamiz. Vaqtimizning yetganicha asosiy dastlabki aniqliklarni tushunchisini berib o'tishga tirishamiz. Undan bo'lsa boshlab kelsak, hurmatli doktor Adiljan, oldi bilan shu sekularizmning aniqlamasi yoki sekularizm degan nima degan savoldan boshlasak. Marhamat. Shu sekularizm degan bu bir atalg'uni yoki izm degan shu bir ideologiyalik bir uqumni izohlashdan burun sekular degan etmologiyalik, ya'ni yıldızga qarab chiqish nihoyatda muhim deb qarayman. Chunki yıldız ma'nosini tuqsaq, ondan bu binasini tushunishni nihoyat muhim deb qaraldi tilshunos nuqtasidan. Bu ismidan bilib olgandek sekularizmninki shu sekular ma'nosidan keldi. Bu tegimi latincha kelma. Latinchada seculum degan kelima bilan bilas munosabatlik. Seculum degan kelimaning ma'nosi vaqt, devir, makan degan ikki uqumni bildirdi. Ya'ni zaman degan vaqtida mush hozirgi vaqt, hozirgi devir, hozirgi chog', yani hozirgi kun degan ma'no keldi. Yani hozirni ifodalaydigan shu. Makan degan vaqtda shu hozirgi vaqt, hozirgi makanni ifodalaydi. Mush nuqtani qaragan vaqtida mush sekular degan uqumniki bunda etmologiyalik ma'nosi hozirgi vaqt va hozirgi makanni ko'rsatadi degan gap. Amaliyotda bu bizga sekularizm yoki sekularlashish yoki sekularlik degan uqumni tushuntirishda nihoyat yepush bilan ta'minlaydi deb qaraymiz. Bu uqum islomiy va bizningki islom dini manbalarida bo'lsa dunyovilashish deb ilg'iliq, hatto buni dahriylashish deb ma'ribat qiladi. Bu yerda sekular degan uqum yoki sekularizm yoki sekularlashish uch ayrim bir ma'nosi bor yoki bir-biriga munosabatli. Ammo sekular degan ma'lum bir nimani ifodalasa hodisani. Sekularizm bir ideologiyani ifodalaydi. Sekularlashish o'sha bir jarayonni ifodalaydigan bir uqum. Ya'ni bizning hayotimizda shohid bo'layotgan bir hodisani, ya'ni jarayonni ifodalaydi. Shunga biz sekularizm bu programni sekularizm uqumini qo'yib qo'ygandan keyin acaba sekularizm degan uqumni o'rniga sekularlashish deganni qo'ygan bo'lsak texnik muvofiqmikin deb o'ylab qoldim. Chunki buni material kutish jarayonida yoki o'zimni qaytadan o'rganish jarayonida buning texnik muvofiq ekanligini his qilgandek bo'ldim. Chunki sekularizm bir marksizmga o'xshash yoki har qanday bir izmga o'xshash bir ideologiyani, doktrinni ifodalaydigan bir butun tushuncha sistemasi. Bu har qanday vaqt ishlatilgan bir uqum deyli. Ammo sekularlashish bizning hayotimizning ichida eqiyotgan yoki hayotimizni tushuntirib berishda munosabatlik bir jarayon ifodalaydigan bir hodisa, ijtimoiy hodisa. Shunga
sekulyarlashish nuqtasini bakroq tushuntirishga tirishaylik ba'zi masalalarni. Sekulyar degan hukmning iltizmasini tushuntirib bo'lgandan keyin bu tunji qitim bizga oid hukm emas, bu tabiiy hukm emas. Bu g'arb dunyosi o'tirib chiqqan hukm. Tunji qitim qanday vaqt ishlatilgan desangiz, bu hukm bu katolik muritlar bilan protestantlar o'tirsa din urushlari yuz berdi. Yoki undan keyin bu Bagzadlar bilan yoki xalqlar bilan chirkav o'tirsida xalq to'qnashlar yuz bergandan keyin bu hujjatlar yoki yer egalari chirkavning qo'llaridan ba'zi ziminlarni tatib oldi. Dal shu tatib olingan ziminlarni dunyovilashish yoki sekulyarlashish deb atashga boshlaydi. Bu tunji qatim g'arbniki manbalarda ishlatishga boshlagan vaqt. Undan keyin uni chirkavma hamma narsani qonun orqali qilishtirishdi, ya'ni o'zinki qonun, ya'ni katolik yoki xristianlikni asos qilgan qonun qilishtirishdi. Ammo chirkav qarshi bu xalqlar yoki ma'lum kuch qozongandan keyin, kuch erishgandan keyin sizningki chirkavning huquqini taraytimiz deb o'zinki qonunlarini chirkav bekitib bergan qonun bo'yicha emas, o'zinki bunda amma yoki turkcha sivil deb qo'ydik. Shu bo'yicha hal qilishdi. Dal mushu yerda sekulyar degan mushu hukmni ishlatishga boshlaydi. Yig'inchoqlab kelgan vaqtida bu hukm shu 16-asrdan keyin Yevropada bunda maydon kelgan adabiyot san'atining gulnish davri, o'rindan boshqa islohot, oqartish harakatlari, pozitivizm, modernlashish deydigan mushu oqoqdan kelgan g'arbni g'arb qilgan cho'ng bir hodisalar maydonga keldi. Shundan boshlab shu jamiyatda o'zgarayotgan butun hodisalarni ifodalash uchun bu sekulyar degan hukmni ishlatishga boshlaydi. Ya'ni birazdan keyin sekularizm qanday o'tirib chiqdi, sekulyarlash unga kelganda javob bersak bo'ldi. Shu chirkovninki hem dünya hayatı, cemiyet hayatı, siyasi hayat, medeniyet hayatı, bilim sahası, onundaki medeniyet sahasındaki monopolluğa karşı, tizgirleşke karşı, kontrollük karşı elip bırakılan bütün ben biraz bunu sanıp ötken hareketlerindeki ismini şu sekülerleşiş ve sekülerizm de ataşka buldu. Sekülerleşişinki iniqlımızı kelsek ne gibi sekülerleşiş din yoki diniy alaylikka yoki bu e'tiqod sistemlari yoki tabiatni olqigan kuchlar yoki metafizikalik degan bizim falsafa til bilan aytgan vaqtida shu kuchlarniki yoki shu diniy she'rlarniki yoki dinninki yoki sihr deganlikniki yoki pirxulliqniki yoki sihrvozlik qatorliq shunday fiziklik yoki maddi dunyoning sirtidagi mushunday kuchlarniki bizning ijtimoiy hayotimizga ta'sir qilish rulininki ba'zan ojizlashishini rulininki susishini ko'rsatadi. Sekulyarlash hadisi mushunday tushunsak bo'ladi. Xo'sh. Sekulyarlik degan vaqtda birozgina bir ideologiyalik tushuncha sistemasi deb tushunsak bo'ldi. Ya'ni masalan bir misol bilan tushuntiray, texma o'qirmanlarni tushunish uchun. Masalan Turkiya qurg'oqchilik bo'lib ketdi deylik. Hem de qurg'oqchilikni bu nima shunday bo'lib ketdi deb iznib baqadi insonlar. Bir dönem bu albatta bu klimatga munosabatlik, bu tabiat hodisa munosabatlik deb buni bu mushunga doir mutaxassislar izohlashga tirishadi tabiiy holda. Ammo bir dindorlar, balki ba'zi dindorlar deylik, duo qilish mumkin. Bu yerda siz duoning o'rniga buning sababini nuqul tabiat hodisasini izohlashtirishing bu sekulyarlashish bo'ladi. Ammo siz nuqul tabiat hadisalarini izohlamayla duo qilib duolik qilsangiz u vaqtida bu sekulyarlashish emas, bu diniy nuqtadan yoki diniy nuqtadan mayli dinni nuqul bir tarafini tutib olganlik deylik biz. Xo'sh. Dini birozdan keyin din bilan munosabatni tushundiramiz buni. Islom nuqtasini tushundiramiz albatta, xristianlik nuqtasini emas. Faqat dini nuqul bir ma'naviy tarafini tutib olib, maddiy tarafini ahamiyat bermaylik deb tushunsak bo'ldi. Bu bir ikkinchisi Turkiyada yetavrash bo'ldi. Tushunammi? Yani bunu her xil izohlab bo'ldi. Bir qismlar dediki, bir qism insonlar, dindor insonlar deyiladi. Ya şu Türkiye'de niyatlik bir nimalar gunohlar bek o'mishib ketgan bo'lg'ashqa, bu yerda nurg'un islomga zid ishlar bo'lgan bo'lg'ashqa, bir Allohning g'azabi bilan yoki Alloh jazolantirish uchun mushtaq bo'ldi deb tushundirganlar bor mush hodisani. O'xshashlar bir qismini, yeni bir qismida dindorlarga bu unda emas, amaliyotda bu Allah'ınki şu tabiatga qo'ygan qonuniyati va
bu qonuniyat yani dermiş geologik yani yer şekli bilan bevosita munosabatlik faqat pat ba'zi vaqtlarda o'sha yer tevrashninki yoki o'sha liniyadagi o'zgarishlarda yer tevrash kelib chiqadi deb buni geologik nuqtadan tushuntirishga tirishqanlar bo'ldi. Nuqul bu ishniki ya'ni geologik yani geologiya fanidan tushuntirishli bo'lsa ham sekulyarlashish zihniyatning bir ifodasi. Ammo nuqul bu ishni Allah'ın cezası deb tushuntirilsa, bu faqat dinning faqat nuqul bir tarafidan tushundirish bo'lib hisoblanadi. Agar mush men aytgan vaqtida Turkiyada haqiqatan gunoh maishat eg'irlab ketgan bo'lsa shundami? Unda biz Xitoy deganda zulm deganning zaten eng yuqori pallasi bor, shundami? Bu yerda yetarli bo'ldi. Bu mantiq o'tirib kelib chiqadi. Yani sekülerizmlik ega insonlar darhol mush o'tirib qo'ydi. Onda sen hozir mandaq deyapsa, Xitoydagi bu ishni qanday tushuntirsa deyish mumkin. Yoki Gollandiyada hamjinslar intayin ko'p to'y qildi. Yoki Yevropada nurg'un biz bilmaydigan axloqsizliklar bo'lishi mumkin. Yoki uni qanday tushuntirsa desa, u vaqtida biz dinni faqat nuqul bitan tutqanligimizcha tushuntirmasligimiz mumkin. Va yoki Ka'ba huquqsiz tarixda nurg'un bitim sal besim selning ostida qolgan taraflar bormish. Menda o't ketgan taraflar bormish. Yani tabiat hodisalarining ta'siri tufaylidan Ka'baning nurg'un bitim vayronchilik uchirganligiga oid ma'lumotlar bor. Undaqda bo'lsa, buni agar biz jazo nuqtasini tushunsak, Allohning g'azabi nuqtasini, vaqt uni Ka'baga eng muqaddas yer bizga nisbatan. Uni qanday tushuntiramiz? degan masalalar kelib chiqdi. Ya'ni buni texmo yig'inchoqlayli. Sekulyarlashgan vaqtimizda hayotimizda, jamiyat ijtimoiy hayotimizda dinninki ruhining ojizlashishi yoki dinninki ruhininki susab ketishi deb tushundik. Aqlning birinchi o'rin qo'yilishi. Undagi metafizikalik har qanday narsaniki hayotimizga ta'sir qilish nisbatan ozayib ketishi. Onun için dünyadaki muqaddaslik degan narsaniki asosan o'rnimizda, hayotimizdagi o'rnining ait ojiz bo'lishi. Bütün bo'lib o'tgan voqea hadislarni, yani atrofimizda bo'lib o'tgan tabiat hadislar deymiz, yoki ijtimoiy hadislar deymiz, yoki fizikal hadislar deymiz, ximiyalik hadislar deymiz, yoki Xitoyning zulmi deymiz. Bu hadislarni nuqul va nuqul. Faqat diniy bilim nuqsuli tushuntirish. Bilim nuqsuli tushuntirishni sekülerleşiş ve sekülerizmde ifadesi qaraymiz deb desek tamamen buldu. Bu sekülerleşiş müştarak tabir etsek texim muvafiq ama yeni deganimdek sekülerizm başka bir tuqqan hukm bo'lsa, o bir ideologiyaning ifadesi, sekülerleşiş bir jarayonning ifadesi. Yani hayatimizdagi turmushimizdagi vasita. Xo'sh, ko'p rahmat, aytdi, yaxshi e'tirofli aytish bo'ldi. Siz hozir kirishda biroz so'zlab o'tgandek, buning asli vatani Yevropa. Buni shu hamda bu Yevropada qanday o'ttirg'i chiqqanligi haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsak. Bu tushunish uchun hamda buning ham ichki va tashqi sabablar va Yevropada o'ttirg'i chiqishi. Bu yana tashqi sababdan boshlasak, hamda Yevropa bu o'rta asrdan qorong'u joylar ichida ekanligiga oid nurg'un uchur ma'lumotlar bor. Şunda onun için ticaret cihetinde, nurgun cihetinde sırf nispeten bekin maliyetinde. Çünkü o yerde Çirkav devleti bütün nesne kontrol olan başka sırtın bilen alakası tamamen az desek de ama o vakitlarda Müslümanlar dünyası da ilmi rıpandınki yokluğu terakki olan bir vakit. Netbaat dediğimiz ilmi rıpand mesela Beytül Hikme degendek şu. Nurgun söz karşı, nurgun isleserler. Hatta Endulus'ta Elkindiğe okşaş, İdris'e okşaş, nurgun almaya yetişip çıkan. Muşnak narsalardan Avrupa tamamen mehrum adet yaşayır. Ama o türdeki ticaretçilerinki, yetişilen bu İtalya'nınki, Floransa, İspanya'nınki, İtalya'nın aşağıdaki ticaretçilerinki bir işi ve ulağı alakınınki küçük işi, şundak Osmanlı İmparatorluğu'nunki izçi Avrupa'ya kengişi katarlık bundak bu sebepler var. Bu sebeplerden Avrupa aslasında bunu imiş olup getirdi hep çok. Ben üzüge kadın ve sollan soruşka başladığı vakit yok. Hem bu bir taşkı sebeplerin bir kısım tabii. Hem içki sebeplerin bir kısım olsa bu 14. asırda 1352'lik tutku demek. Bu Orta Asya'da değildi hem de. Şehirden takalalıkta rivayet kılgan Karbala deb bir virüs vakası var. Bu kengayip İspanya'da nurgun adamın geniq zaman buldu. Nurgun adam için. İspan xalqining hali bir qismi qirilib ketganligiga doir ma'lumotlar bor.
hatto atrofdagi qo'shni davlatlarga ta'sir qilgan oid ma'lumotlar bor. Ya'ni shunday vaqtda hamda bu haqiqatan Tangri bizni deydi alan gibi deyapman, xato tushunilsin. Bizni yaxshi ko'rsa, nima ish bunchalar inson o'lib ketadi? Bunchalar tragediya nima kelib chiqdi degan savollar so'rashga boshlaydi. Haqiqatan bu chirkov poplar deydi. Poplar hamma narsani kontrol qila oladi, hamma narsaga chora topa oladi, insonlarga baxsat qilganligini va'da qila oladi. Ammo nima bunchalar narsaning oldini ololmaydi degan narsalar barbara jamiyatga biqsirishga boshlaydi. Xo'sh. Bundan boshqa chirkov bilasiz, u o'rtasida butun Yevropada birinchi kuchga, ya'ni ularningki siyosat jihatdan, ijtimoiy jihatdan, madaniyat jihatdan, hatto alan do'stin bilim jihatdan hammasini kontrol qiladi. Hatto bilim nima? O'zi ular o'tirib qo'ydi, bilimni o'zi shaharlaydi. O'zi shaharlaydi. Masalan, dunyo haqida ko'z qarashi men koinotga ko'z qarashim deb dey. Bular dunyo, ya'ni hozir biz yashayotgan dunyo koinotning markazida. Bu da onun özgürlük turdu. Bu da dünyanın sırtındaki mesela Quyosh ay deymiz, ular turg'un bir osmon cisimleri, ya turg'un bir koinotning cisimleri. Ular o'zgarmaydi degan ko'z qarashi batdi. Bu yerdagi masala oddiyda ko'rindi, lekin chirkov mush bilimdan iborat. Mushu nima? Shahriylash huquqini kontrol qilib olgan. Mushu to'g'ri deydi. Buning sirtiga xato deydi. Bunun xato gap qilsangiz ham millatga qarshi fikr o'tirgansiz, dara o'ltirsiz. Kafir deb. O'ltirdi degan gap millatda u chirkovning nufuziga ta'sir qildi degan gap. Shu intayin muhim narsa. Ammo deylik, men biraz burun deb o'tganimdek islom dunyosining kelgan yangi fikrlar, kitoblar, uniki bu boshqa yangi bundaq ba'zi zulmlar degandekchi, vabo masalasi degandekchi. Bular bilan ba'zi insonlar uyg'unishga boshlaydi. Bo'pmi? O'sha hozir men degan bilim sohasida tunji Kopernik. Bu bir masala va sizlarning ko'z qarashingizda. Bunda bo'lmasi mumkin, balkim dunyo markaz bo'lmasi mumkin. Uning ustidama ki quyosh ham harakatlanishi ko'z qarash o'tirib boshlaydi. Shundan chirkovdagi odamni nihoyat qattiq buni hujum qildi. Aqstirlar kellar deb ya'ni bilim insoni va amaliyotda mana shu chirkovdagi qadamlar bo'lishi mumkin bu. U hisoblashga tirishdi-ku. Şu ayninki, onun bununki manda diametrini hesaplashga tirishib, u yerdami bir narsa harakatlandi ekan degan ko'z qarash o'tirib qo'ydi. Uningkin birovni uningki boshqa Galile. U mashina chirkovninki shu dunyo haqida aytgan ko'z qarashi qarshi fikrni o'tirib qo'ydi. Shuning bilan chirkov uduqib ketib, bunim shu ketdi deb-chu, bu odamning qoqaqini jazolashga boshlaydi. Va bunga o'xshash yangi fikrlar o'tirib chiqishga boshlaydi. Ularni nihoyatda ig'ir shaklda jazolantirgan. Hatto ko'zlagan insonlar bor. Xo'sh. Mushundaq bir bilim sohasi kelib chiqqan bir vaziyat bu degan bo'ldik. Undan boshqa bu nimada bu g'arb chirkovga qarshi bu biraz burun deb o'tganimdek yerlik bundaq bagzodlar bor, xalqlar. Ular turib qonliq kurash yuzurdi. Qonliq kurash yuzurgandan keyin bu kurash nihoyat uzun mezgil davom etdi. 1648 vaqtda Vestfaliyada bir hozirgi modern ulus davlatninki nazariy asos shakllangan bir kelishimnoma. Buningda deydiki, chirkov ham narsa vakil qilolmaydi. Chirkov o'zining ishini qilsin. Ammo bizning o'zimizning xalqninki territoriyasi o'zimiz. Chirkov deganda sen siyosiy huquqni Tangridan olmash alaning gibi bo'yicha. Biz o'zimiz siyosiy huquqni o'zimizningki idorchilik qilgan zamindan olamiz. Xo'jayinlik qilgan zamindan olamiz. Shunga bu yerga unda qilishga bo'lmaydi deb qarab, siyosatchi mana bir ixtilof kelib chiqdi. Bu asta-asta ulus davlatning shakllanishiga sabab bo'ldi. Ham chirkov deydiki, o'zining siyosiy huquqni manda mashhurlik qilib keldi-da. Mana Tangri huquqni berdi. Mana demakchi, Tangriningki jismlashgan shakli Isoning badanida. Isoning jismlashgan shakli esa chirkovda. Chirkovning huquqi bizning poplarda deb mana tushundirdi hamda. Shunga bizningki siyosiy hakimiyatimiz dal Tangridan kelgan, ya'ni biraz Tangridan kelgan. Undan keyin biz bilan biraz boshqa huquqiga ega. Bularning mashhuriyat asosi mayadan keldi. Ammo ulus davlatning mashhuriyat asosi bu yerdan kelmaydi, hali ig'darchiqdan tuproqdan keldi. Xuddi hozirgi o'xshash shu. Biraz erin deb o'tganimda. Mushu bir qator undan boshqa bularligi bu narsa yeyilgandan keyin tabiiy holda men Osmonli qistab keldik dedik ya, Osmonli.
Atrip. Yevropa bağlansın deniz tarafı kapsılıp kalgandek bir vaziyet şekilleniyor. Ticaret kılış gerek Yevropa yerleri. Bu da amal yok. Ticaretini içinde kılanmagan ki denizge içilişki başlaydı. Denizge şu. Şu Amerika kıtası deyimiz, Hindistan deyimiz. Nurgun nesle del şu taşkı cihetine Osmanlı'nın ki bunda kengişi kişi bunda Atrip'ki bunda kengegen tarafı açıyor ameliyatla. Şunun bilen bu tabii halda bu dünyanın keşf kılış için kompas buldu yani. Kompastan ibaret. Hayretten ibaret bu nurgun nesle ilişken buldu. Ameliyatla hayretinin burun Çirkav'ın yüzünden sizip pegen nersi var. Bunun artık dünya yok depçu. Ama mağlalık okyanuska deniz kaçılgan sırı hayretinin ibaret anasını ilişip dünyanın çirkavdın emez, çirkav sızgan emez. Mağat kenar bir nesli kellikini, çeksiz bir nesli kellikini deydi. Şununla bula bu cihettima nurgun delikler. Yeni nesli ilişken buldu da. Şunadır ben de ötkündek bu çirkavın zulümleri, çirkavın bilim cihetindeki dogmatizmlığı, bu nurgun katalak sebeple insanların tabi halda din qoğan, bilim aşılı vaxtdaki din adamları qoğan, onundaki Tanrı qoğan, köz qarşısında naçı, tüptün mahiyetlik özgərtiş ip bardı. Mahiyet, bu intayın mühim. Yani burunki çirkav adamların yani, Hristiyanlıkın merkezde, bütün neslikide merkezi Tanrı qoğan bolsa, mantak, alan gibi uçer. Ma yenice oturup çıkan köz qarşıda merkezi insan buldu. İnsan hemmini bilerleydi. İnsan hemmini kıldı. Biz üzümüzün məlumatını Tanrı'dan yakat çeylik popla degen adəsin emas. Biz üzümüzün aklı bilen. Üzümüz dinni yaknimine oturup koyalayımız. Yani bilimi oturup koyalayımız. Bilim arkalık, tekniki arkalık tabiatını boysundura alayımız. Şuna humanizm, gumanizm köz qarashlar var. Ameliyatda o insani tarafına münasebet yok. Bu yerde Tanrı'ya ve çirkağı meydan okuş. Doğulu okuşun ki netice çıkan bir hukum ameliyatta. Bir ikim. Şunun bu mahiyeti ayadının asası ak günüşü şeyi tutakçısak buldu. Yani burun Tanrı'nın merkezi kan, yani dinin merkezi kan. Belki din asla İslam'daki din düşünceyle Hristiyan din düşüncesi tamamen farklı. Bunu bana düşünelim. Çünkü bu mesela meseleden ankaramayız. Allah'ın Hristiyanlık noktaki dinin düşünce. O merkez nasıl kılan dünya köz karşı ulu tevret, üstüne az tutsun bu. İnsanın merkez kılgan yeni bir nesli çıktı. Bu değil. Unda olğan ki bu Hristiyan dünyası devamlı ahiret deydiken, bəxsad ip kelenmedi. Unda olğan ki insanın merkez kılgan şu dini hazırki devreye ait, hazırki köz karşıya ait, muşun asas kılıp durup, muş dünyanın merkezi şeyle, muşu devreki merkezi şeyle. Bunu biz insanlar üzümüz kılaylı. Allah kımısın. Bəxə saadetini biz ahiretin emez, mişyerini izleyle diyen. Düşünce umumlaşıp, sekülerizmnin ki ictimai, siyasi, iqtisadi asası tiklengen buldu. Keyin bu hem de İslam, Müslüman dünyası farklı şekilde izahlanıp geldi. Şunlarla biz derhal sekülerleşiş dese qoğup gitimiz. Ameliyatda o Avrupa'da oturup çıkan neyse. Biz İslam noktasındaki Müslümanca kandak düşündürümüz, hayat kanda bağlanı nasıl başka bir mesele. Şunun uyadı ki sekülerleşiş ameliyatta şu devrin bir terakkiyatını bir mesul de qaraşqa buldu. Yani bununki sekülerleşiş, sekülerizmninki oturup çıkan tarih devrini muşlar düşündürsek nispeten hazır muvaffak olun. Kiyinki suallarda ya ki programlarda tepsi düşündürsek buldu. Hoş. Köptün köp rahmet hakikaten diginimizdeki yani bugün hem de bulup mu bizler İslam dünyasında Müslümanların köz karşıda bu gap köpünç haletde mesela hakimiyet bilen dinin tamamen birbirinden ayrılışı qat'i ikki yol demek gerek. Ayadiki başkalarının dopisine ekiplam İslam dünyasına öz peti ekilip bugün Müslümanların kendi kalışını hem nesini bir vasıta şunun bağlap düşündürdiğin iqimlar köpeyip gittikəm. Mesela şu hatta hakimiyetin tatip bu mesela en evci çıkan vakti Avrupa'da mı? Hakimiyetle dinin ortasına ayırıp yetiştirmemiz bütün şəxslərin mi, sekülerizm mi, şundaq tərəqqi etməlsə, hatta ki şundaq bir devir kilidir ki, Tanrı'nın hakimiyeti, dinin hakimiyeti normal her bir şəxsinin itiqadıdır mı, inadı mı tamamen susuşup yoxaydı. Hatta ki bu German feylasuf Nietzsche'nin ki Tanrı'nın ölümü deydiğen şekilde süsbetleydiğen dereceye berip yetken, sefsetiga bağan
Bo'lsinmi? Bugun shuncha valla taraqqiy qildi, u bu degan bilan mayli Yevropada bo'lsin, dunyoning narida bo'lsin, shunday bir davrda yashab o'tib turibmi, yana ajoyib bir oshqun darajadagi diniy iqimdagilarmi hali ham mavjud hamda. Şu anda bu dünyada mesela İslam dünyasıga kelimiz yani birdamdikini onu sorayım. İslam dünyası qanday ta'sir ko'rsatdi bu masalada? Dünyada kütülgendek umumlaştı. Yüz muşlarninki shu paylasuflan degan gapi g'alaba qildi deb qarayalamdi. Qanchalik umumlashdi mesela? Bu degandek g'arbda bundaq bu din yoki tangri ko'z qarashi yoki popla degandek bu iqtisodiy epkilemedim. Ondan olgandan keyin biz sekülerleşiş, modernleşiş, ondan keyin pozitivizm deganda shu dalilchilik. Biz mushlar orqali yoki bunda aqarish harakatlar orqali biz insonni markazga qo'yish orqali iqtisodiy epkilimiz deb manda bir tazni o'tirib qo'ydi, endi ko'z qarashni. Yani iqtisodiyat, yani insonlar mushu dunyoda biz nima narsa yashab olaymiz degan. Yani bilim hammaga markaz alan gitmiş. Bilim o'rniq desa, ilm ben hem o'rniq desa, yoki mushu aqlchilik hammaga desa, hamma narsa o'rinlasa, insonlar iqtisodiy bo'lib keladi. Mushu ko'z qarashdan davomli ta'kidlab kelgan. Ammo uzun o'tmayla bu ba'zi narsa ular o'tirib qo'yganda bo'lmay qoladi. Siz degandek netizmniki mana tanrol degani mana kelib chiqish manbasi netizmning dinsizligi emas. U bakrak o'sha g'arb dunyosidagi shu sen tanrini hayotini chiqaryaptın ama sen yaxshi bo'lib bulamedin demoqchiman. Sen iqtisodiy erishib bulamedin. Erishib bulamagan turib yana Tanrı öldü deganda qilinglar, ama undaq bo'lmadi ba'zilar demoqchiman. İnsanın texim yalmalashib ketganligini qarab turib, shunga bu bir xil isyon qilgandek bir gap. Shu buni tigidiki. Xo'sh. Bundan boshqa siz bilasiz, g'arb dunyosida mushu narsa iqtisodiyatniki va'da qilgandan keyin sekülerleşiş birinci gün dünya arşığa sebep olmuş oladı. Çünkü iqtisodiyat yoki insonlarga bir xo'shallik qilib kelish kerak edi. Shuni sekülerizm yoki sekülerleşiş bunu izohlayapman. Nimaga birinchi dunyo ishqini durashi, yuz burdiganligini iqtisodiyat, siyosat, nurg'un yer izohladı ama insonlar baxt deb keladi. Aksicha, tragediya bilan nurg'un narsa tragediya bo'lib ketdi. 50-60 milyon inson o'lib ketdi. Degan bunun karşı fikirdekiler köpeyişki başladı. Hatta qanday bir dinninki yoki diniy harakatninki qimmati yoki qolmaydi yoki uni texnik ozlab ketadi degan mush narsaninkilar bu Amerikada deyman. Amerikada 1970 oxir 85'da 70'lar deyman. Xo'sh. Evangelistlar degan bu diniy taraqqiyotlar o'ttirib chiqishga boshladi. Bular o'qigan odamlar ba'zi uchun kuchli. Hem siyasi jihatdan hem bilim jihatdan o'qigan odamlar. Yani bu odamlar o'tirib chiqmagan bo'lsa, agar bilimlar bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, mana diniy asos bo'lgan yangi diniy harakatlar o'tirib chiqmagan bo'ladi. Evangelistlarni o'qisiz bu Bush Amerikaniki prezidenti Bush. Bu model shu siyosat qilishdan burun Amerika xalqidagi evangelistlik diniy xohishni kuchib ketgan o'qib turib, ovozi g'irish uchun bo'lsin. Men tangri aytgan deb ana gaplarni qildigan bir gap turwa. Xo'sh. Agar haqiqatan anda bo'lgan bo'lsa, gapni qilmaslik kerak edi. Hatto Trump boshladi dedi buni. Trumpning o'zi bevosita emasmi? Uni Trumpniki "Muam prezident" deb ismini unutib qoldim. Maslahatchisi bo'pti. Mike Pence. Trumpda Trump shular shunday to'g'ri. deyishga boshladi bu gapni. Hozirgi Amerika parlamentininki yangidan saylangan nima desmi? U shu nutqida saylangandan keyingi nutqida shunday dedi. Men bütün ishimni Injildan ko'rsam, agar nima vazifa qo'yilganligimni qarasang, Injilni qaranglar. Bundan keyin shu Injildagi hukmlarni birma-bir ijro qilamiz degan shaklda ochiq dedi olmasam xatim. Amerikada prezidentlik bir ayaga boshliq bo'lsa, men bilishimcha Injilga qasam berib turib nima qildimdi. Vazifa topshirib oldi. Xo'sh. Bunun belki başka izahat oluşu mümkün ama Türkiye Cumhuriyeti'de bir devlet organındaki prezident, bakanlığın, ministerindeki Kur'an-ı Kerim biz turup hesap kılganda siz tapamayısınız. Doğru. Aksi bu Müslüman da öyle. Ya ki Arap dünyası kanda okumayı mı? Demek şoğunun bu işlerle sekülerizmni yaklaydıqanlarının ki gibi uçu değildi. Ya ki sekülerleşiş, hadis noksuna karaylı.
Ular degandek bo'lmay qoldi. Bundan boshqa hatto Yaponiyada 1884-da yarasi poyezdda bir voqea yuz berdi. Tuyuqsizda bir necha yil qashdan bir muridlar edim o'ltirishga boshladi. Qarasam bu diniy tariqatdanki mansublarga. Ular shuni o'ltirsa, iqtisodiy ishg'olligini o'ylayotganda Yaponiyada zamonlashgan bir jamiyat bunda bo'lmasi kerak endi. Ondan boshqa hozir Yevropada yoki statistikani men o'qib Amerikada yoki Yevropada buni qo'shib nurg'un yangi diniy harakatlar. Buniki mohiyat jihatdan, xarakter jihatdan bundaq. Hindunizm deymiz, xristian deymiz, yahudilik deymiz. Boshqa dillardan o'runun burunni elib, andaq yangi bir sistem yaratib olgan bir e'tiqod shakllarchi. Masalan, munjuluk deymiz, Yahova shohidlari deymiz, Scientology deymiz. Boshqa mesela yeni diniy harakatlarning ifodasi. Masalan, bu yeni Yahova shohidlari deganlar amaliyotda Türkiye kelib bir mezgil mındaq missionerlik faaliyetler şoğulup bakka adamlardı. Missionerlik faaliyetler bence. Hatta sizin okusida o bizimki birinci cumhuriyet mezgilde Şivesi'nin doktorxanalar battı aşağıda. Ular missionerler emniyet. Ular zamanevi mındaq medisinanın keyini kirip durup bir atmakçı. Ama öyle okuğa adamlar mısın? Demek bu dini cihetin bir vazifesi var diyenge. Şivesi ama o Avrupa'nın tarih tapkan devletinin bir şey saplandı. Ularning bo'yicha dinga murojaat qilmaslik kerak edi. Ya'ni Allohning dinini o'qisin deb aytganda hamda. Xo'sh. Undan boshqa bu ba'zi mintaqalik nazariyachilar deydi. Masalan, bu Erondan iborat bir davlatmi? Daliliqi e'tiqodi qanday bo'lishi qat'iy nazar. Bundaq mollalarni asos qilgan raqibat beshik keldi deydi. Unda bo'lmasi kerakdi. Sekularizmni o'tirib qo'yganlarning yaqbuğuşlarning bo'yicha demakchi. Bunda hokimiyatli shakllandi. Onun başka nurgun bazı vuruşlarda tabii halde dini cihetten de başlayan itikad noktun asas yapılışık başladı. Mesela İsrail'in ki ya Palestin hücum kılışı, Gazze hücum kılışını elbette Allah'ın ki molları var. Çünkü İsrail'in ki o hakimiyette bazı radikal gruplar başlıyor. Hakimiyetin işçiler. Parlamentin bağlılar. Demek onlar Tevrat'ın karşında anlısa ya ki onlar tutup duramaydı yani. Demek ulanın başına hücum kılıçlı bir ırkı. Yüzden Yahudilikten algan bazı nesler var hem de. Dini asaslar var. Şu demek şu oğlum, şuna alakı muşu hadırkı G'arbning noqsin desek, o'z vaqtida aql modernlashish hakim bo'lgan bir modern davr edi. Ama sekülerizmdan iborat ma'nosi esa krizga yo'liqqandan keyin, ya'ni krizga eg'ib duch kelgandan keyin buni postmodernizm deb atash başladı. Yani postmodernizm deb azdan iborat bir jamiyatda bilim bir haqiqat, diniy e'tiqod bir haqiqat. Yani burun dinni haqiqat deb qaramaydi. Yo'qolish kerakdi. Bilim, yani din mana bilim taraqqiy qilgan sari, zamonaviylashgan sari, texnika taraqqiy qilgan sari dinninki jamiyatni siqib chiqarib degan ko'z qarash bo'lmaydi. Xo'sh. Lekin siqib chiqarilmadi. Yani qarasangiz jamiyatning nurg'un jihatlari kuralashadi dinninki ta'sirlarini. Albatta. Hristiyan dunyosini uchun. Shunga ba'zi narsalar Avrupa davlatlarining tabiiy holda Isroilni qo'llashini nuqul inson haqlari yoki Allohning gapiga demokratiya yoki arab dunyosiga birdan-bir o'rta sharqga birdan-bir demokratik davlat degandek izlashtirishni uning tegi balkim diniy tushuncha qo'llashida diniy bunday tushuncha yetish mumkin. Ya'ni shunga bu narsani bunday aldirab Alloh degandek u diniy hodisaninki yoki dinninki yani qanday demoqchi qat nazar. Asan yo'qolmaydiganlik ta'sirini unda asan ojizlashmaydiganligining ifodalarini hozir men degandek shu yeni diniy harakatlarda ya bu insonlarningki hayotni ko'rishib başladı. Mana pulva insonlar yoki ma'naviyatni cho'ldirab qolgan insonlarma meditasyon deymiz yoki buddizm ma'zinatlaridan foydalanishga boshladi hozir. Xo'sh. Chunki ma'naviyatni betish uchun. Shunga hozirgi dunyo qaraydigan bo'lsak, etrafımızı qaraydigan bo'lsak, unda bo'lmadi yani. Dinning belgilik ta'sir bo'lyapti. Ama birazdan belki soruşunuz mümkün. Biz bir Müslüman mesele qanday qaraymiz, onunki başqa bir şey. Albatta. So'ralim bor albatta. Haqiqatan yani deb o'tganimizdek o'sha hamda abay yuqorida so'zlab o'tdingizga bo'liq İslam dünyası bizning musulmonlar eng parlaq davrini yaşayotgan bir mezgilda G'arbninki
Bugün dünyaya medeniyet taqsimini deyotganlarniki eng qarang'uliq bir zulmetlik bir devrini baştan keçirganligi. Bu noktadan qarab u davrga qarasa insonniki bundaq qilqi fikrini o'ttirg'a qo'yib qilishi ular uchun, ya'ni shularning jamiyati uchun xil bir yerga bag'isha to'g'ri bir harakat deb qaraydi degan masalan nurg'un insonlar. Ham bizmi albatta uningga qarshi chiqish kerak bo'lgan, chunki cherkovniki haqsiz hokimiyati hamma narsani monopol qilish. Biz musulmonlarga nisbatan bundaq bir davr hech qachon bizga nisbatan bo'lib boqmadi. Islom dinimiz hech bir qachon ilmni, ma'rifatni cheklab qo'ygan bir davrni boshdan kechirmadi. Buni bugun, ya'ni bir turkum insonlarniki buni aşı o'z sifati bugungi Yevropaning hozirgi ba'zi bir taraqqiyotlarini ko'riblam, mushu Yevropa mushu mazgilni din bilan hokimiyatni o'tirishdagi mushu tirkishlarni boshdan kechirganligi uchun bugun bu yerga keladi. Shu musulmonlarmi mushuni qilib, mushuni söküplam akaplar uning do'ppisini bizga kaydiga vaqtimizda, hammani qarquyuq ag'a vaqtimizda andim bizmi bugungi taraqqiy qilamiz, uni qilamiz, buni qilamiz deb buni musulmonlarga yegizishga tirishishni bir turkumlarning, ya'ni islomga musulmonlarga kaygizishga tirish urinishlar. Buni qanday tushunamiz sizga? Din degan vaqt qaysi dinga maslik kelib chiqadi endi. Qaysi din zati? Vaqti biz islom dini bilan u degandek, bu g'arb dunyosida sekulyaristning o'tirib chiqishi yoki cherkov qo'zg'og'i xristianlikniki o'tirsa u ajoyib farq bor. Shunga ularniki sharoitni o'rtasida sekulyarist tutoqli olmaydigan buluşuq deyishsak, bunda bir hodisa endi. Ammo bizning musulmonlar nuqtasidan endi masalaga farqli qaramsak bo'lmaydi. Bu ishninki nazariy tarafi bor. Biz amaliyotga qaramsak bo'lmaydi. Ammo shuni e'tirof qilsak bo'lmaydi hamda. Hozir biz shu yashash shaklimizni iborat texnika deymiz, ma'rif shakli deymiz, siyosiy tuzilma deymiz, iqtisodiy tuzilma deymiz. Mana dunyoda eqiyotgan deyapman, zamonaviy. Hammasi g'arb dunyosidagi o'tirib chiqqan zamonaviylashishning bir ifodalar deb qarsak bo'ladi. Mayli ulus davlat bo'lsin deymiz. Hozirgi mana finansal pul muomala shakli deymiz-ku, ma'rif shakli deymiz, men deganda. Keyingi shakli shu. Ya'ni buning ismi modellash deb qaraydi. Ya'ni ashla yaratgan. Mayli tantarbiya deyli. Ashunda bir dunyoda yashayotimiz endi. Yani men ishlatgan telefonni agar Yevropada yoki dunyoda qanday bir ishlatgan bo'lsa, demak, mening e'tiqodim boshqa bo'lgan taqdirdami, ammo aning bizga kelib qilgan ta'sir jihatdan ba'zi o'rtoqliklar kelib chiqishi mumkin. Yoki bir musulmon bo'lganligi bir kot pantolon, patichdan kiyish bilan deyli. Balkim Yevropadagi bizning kiyishi bundaq e'tiqod jihatdan farqli ko'ringan bilan amaliyotda u ma'lum bir narsani o'rtoqlikni tushundirib turadi. Demak, shug'unim ma'lum bir yaratilgan sistema, ya'ni g'arb dunyosida bo'lgan sistema. Buni qabul qilmasak bo'ladi. Bu bir. Shundami? Ammo bizniki islom bo'yicha, ya'ni Qur'oni Karim yoki hadisda aytilgan hayot shakli mal afsus musulmon dunyosida bundaq jiq bizning idimiz uchun qurilmagan bo'lg'achqa, bu hayot shakli uchun. Shuningdek, masala bir-biriga bundaq kirashib, ziddiyatlik ahvollar kelib chiqadi. Ya'ni men dengizga o'xshasak buningcha, yani dengizni shu modellashga o'xshasak, shu buning ichidagi har xil kiyimlar bor. Biz faqat shu ustida yozayotgan bir kiyim hamda. Ya'ni ba'zi narsalarga biz bundaq o'sha yashashga majburdak, bundaq bir vaziyat shakllanib qoldik. Biz ularga mudohil qilish hozirgacha sal imkoniyatimiz yo'q deb tushundiray. Masalan, bu internet misol qilay, tushundingmi? İnternet belki internet çıkıştan burun bizimki yaş ballarımızınki yoki yaşlarımızda yoki bizdeki ijtimoiylashimizda şu aileninki etrafının çok ta'sir etdi. Ulardan biz ota-onamizdan etrafimizda do'stimiz nimani ko'rsak, shu qoida bo'yicha, shu tushunish shakli bo'yicha aynan ma'layib to'qamdi. Ama internetinki o'tirib chiqishi bilan bu biz ijtimoiylashishni ailemiz ve etrafımızın bakırak, belki biz bir tuğunmaydıgan ya Afrika'dan, ya Garip dünyasından, ya ki Amerika'dan biraz bilen mandak derhal körüşerlediğin bir nimeyi kılıp Allah'ın tesiri bakırak uçarak gidiş mümkün bizim yaşlılar. Bizim şunda oluşumuz mümkün.
Demek bu internetni o'ttirib chiqqan bir aql dal shu sekulyarlashishninki ziynati bir ifodasi demoqchiman. Ashuniki. Ham shu internet iborat mushu dunyo musulmonlarninki yoki shu bir rasional o'ylaydigan yoki g'arb dunyosi har qanday birsininki ba'zi o'rtaq alaylikka akab qo'ydi demoqchi. Ya'ni burun bir yosh bola gapning texnik uchiq desak muhabbatlashishindaylar. Bir qiz yoki o'g'il farq qilmaydi. Muhabbatlashishni ota-onasini tortinib, do'stlarini tortinib, cho'llarni tortinib qilmaslik mumkin o'z vaqtida. Qilolmaydi chunki u jamiyatni siz kontrol qila olasiz. Xil uzun yillar ilgari. Hamma internet ijtimoiy taratqu bu unishib ketgan bo'lg'achqa bir musulmon ota-ona men balamniki mushunga kontrol qila olaman deyishini aytib ters. Chunki bani qo'l telefon bo'lsa, internet bo'lsa, bu bola muhabbatlashishni iborat ma'liqi bizniki dinimiz bundaq. Darhol yat eyib hisoblagan narsani darhol qila olish mumkin. Shu to'rdilar. Shu internetli qila olish mumkin. Va yoki biz xohlamaydigan to'rbatlarga kirib bir narsa ko'rish mumkin. Burun qilman desa, unda sharoit yo'qdi. Unda sharoit yo'qdi. Bu qanday qildi? Chunki qilman desam, o cho'nalar bilan bilinib qoladi, tusunlanadi, qilma deydi. Ama hozir bu 7 yosh, 70 yoshgacha hammadan qo'lda bo'lganlik uchun bu masala uchun, ya'ni bizimki anasima o'zgargan gap. Endi birisi bizim dinimizda mahram nayt muhim shundami? Mahram. İntayin muhim. Mahram shu kishilik xotinlik munosabati, axloq, hamma narsani o'z ichiga olgan nayt umumiy bir ufq mamda. O'zimizning maxfiy siri deymiz. Ama deylim shu internetni masalan musulmon dunyosida var, jiqadamlar o'zini mediada ko'ksitdi-ku. Mahrem hayatımcı kanma demdi. Şahsi hayatı çok, hususi hayatı. Derhal köstüdü. Onun derhaklı ortaklaşıdı, hem behrleşidi. Yani üzgayı çıknaz kanmadı demekçi. O adamın nimiyet, nimiyet var, kanı oylaganlığı biz internette belirleyimiz. Yani buna kat oyunçuk değişik bir mesele. Mesela siz bir aşkın tamak ediniz şunda mı? Tamak eden hak karısa, nimiş karaysa deyimiz hem de. Ama internette biz yiyen tamakların hemmisini köksümüz. Yani 4 adam köşkümüz ayarda ama 100 adamın 100 bin adam köşkü halayımız. Yani üzümüzün hayatını hem adam tükümüz hem de. Bu dermiş internet epkegen neyse. Bu şey internet ne ger? Bu şundan kalıqı bizge okşaş deyimiz. İşletiştim bunda bir ansaya yapılan bu bir vasıtanı işletiş meselesi var. Yani dindarlığımızı tesir köşküdür mi? Hoş. Yani ballarımızda burun okşaş ata-onalar yak etraf emas. Muşu sekülerleştiğini ibaret, modernleştiğini ibaret, muşu nasıl yaratkan, yeni texnika tesir kılıp bizim bekerek aldığı tüketti demekçi. Bu ne oyuncu değişik mesele. Bu şunda ama ikincisi de şehirleşiş değil. Şehirleşiş meselesi. Şehirleşte hem zit bir hayatı var insanların çoğu. Hoş. Şehirleşecekten işlemi sonmaydı. O işlegenlikin bularlık ibadet ne maksat kılıp emez. Şu patron ya hocayın nim degen bolsa şu bu işleşki mecbur. Belki namaz takışıp kalsa, ibadet takışıp kalsa patronu korkap bolsa namazı kini sürüş mümkün. Yani bu şunda kılık şehirleşki ciddiçilik yoki bu şunda kılık münasebetin mürekkep köp kılıp koyup gitişi insanın ibadetini tasdik ediyoruz. Yoki siz Selim Paşa'ya çıkıp deytin bunu kıldınız şunda mı? Ağırlıkta. 2 saat, 3 saat, 4 saat trafik olup gitti. Namazı kanda kılırsa uykusuz maşındılar. Ama yine siz toxtab durar. Berip kalan memleketine camiye gidip aşı imkanı tapamay nurgun cami olsun için başlık ibadet çıkıp fırsat tapamasınız mümkün. Ha İslam demiye namaz okuş bul deyimiz ama yeni aşağıdaki ciddi hayat bizge onda bir fırsatını ya tep bulamay kapkalımız. Yani üzümüzdekimiz kin okusam bula dediğin vaziyet şekilinde bu ayında kin okusam bula dediğin nesbilen bara yığılıp o hayatımız tesir göstermesi mümkün. Yani sekülerleştirmemiz bir de ya. Dini ve dini itikadlarının hayatımızdaki tesirini azizleştirir. İşte budur bu hem de. Onun için faizi misal yapayım yani. Faiz mesela Türkiye'de Xil no'cu Müslüman Türkler ama faizni korkmaydı hem de. Üstümden korkup ketmeydi. Ama şu Türk köşkü işitsin dehşet korkup hem de. Bu man demekçi ben. Köşkü işitsin buldu ama üstümden ibaret muşu sistema
Allıburun iqtisadi sistemning ichiga chambarchas bog'lanib ketgan. Turkiyada bir muhofizkor yoki musulmon oilaning bolalari ash ma'rif o'qishdan iborat o'qish uchun o'sim oladi davlatdan, ishlash uchun o'sim oladi, uy uchun oladi, mashina uchun oladi, nurg'un narsa uchun o'sim ba pul oladi hamda. Qutulmoq bakdas. Demak, cho'g'ini burada bir sistem shakllanib bo'ldi. Dünya bir sistem shakllanib bo'ldi. O'sha sistemda aşağılıqda biz qaraqagan vaqtimizda dinning rol bakrak rol o'ynadi yoki o'sha o'simni asos qilgan iqtisodiy sistem degan vaqtida dal musha ziddiyatlik ahvol kelib chiqdi. Ya'ni hayotimiz demakchi, bu hozirgi hayotda, hozirgi davrda nəhayət ziddiyatlik bo'lib ketdi bu narsa. Bitirib qilish bak tas. Şungalıqı balki musulmonlarga bunday chiqish yo'li izlash uchun bunday o'simsiz bankalarni, islomiy banklarni o'tirib qo'yamish mumkin. Bunun nurg'un fatvolar bo'ldi deydigancha. U faqat mushularga modernlashish natijasi kelib chiqqan hayotga qarshi bir inkosdan iborat buchu. Men buni demoqchimda. Masalan deyli, yana bu internet tuduq bilim deyli, ilim-fan. Yani biz İslam dersi ilim-fan qattiq qarshi emas. Ama Türkiye'de bana misallar var. Bu nimede Harran Ovası var, Harran düzenlik, Urfa tarafta. Türkiye'ninki altı çoğun mandak ziraat raylarından birisi. Onun etrafı mandak çoğun su ambarı yasaldı hem de. Su ambarı yasaldı işte burun, xalqlar dua qılgan Urfalıqlar değil hem de, yak aşağı etrafta geldiler. Ma bu su ambarı yasalgan deyinken, mandak ibadetki nisbi tüfelep tutuyor. Demek çoğunum, ayında böyle yeni nesil teknik kepkası için insanlar. Tabii halde yüzünün hayatındaki dininki belgeleşten ibaret küçüğününki acizlikle iş kılmaya kaldı. Çünkü amba oğlan için insanlar tabii böyle dua kılışlar tutup kaldı. Şu mu yani? Şu nasıl tesir kıldı demek için ben. Şu anlıkta sezgili buluşunu tekitlemek için yani. Yani mavi yaşa şekli azıcık dünyadaki bütün sistemler yani Müslümanlar oturup koygan sistem boğmagallık için Hoş. biz fakat bunu masıştırışvatımız. Şu men degende men bu sorulara nurg'un savol javob beremesi mümkün yani. Sen mümkün dişim gerek kemterlik bilen. Ama işte Müslümanların bir şekilde bununla karşı yeni bir sistemden oturup yaşayışık tirişvat edemdi. Keyin ahir sorularınız belki dişiniz mümkün o cevap versem buldu. Hoş. Hem de bir stropozdan yani unutmadınız. Hoş. Türkiye'nin yaşaması uzun bulup kaldı. Bana bir misalını vereyim. Şu hazır bağlapçı. Türkiye'de 1985 yılı caminin sahne bilen hazır 2018 mi ya hazır caminin sahnede köpüyüş oldu şundan mı? Sahne köp oldu. Ama bana bir mesele var. 1985 yıldaki Türkiye nüfusuga seriştoğa vaxtıda caminin sahne köpken. Hazır Türkiye 85 milyon seriştoğa vaxtıda caminin sahne yine azlık kılırken yani. Demek şoğunun bana da geldi. Şu AK Parti devrede bu layıkçılar ya ki Cumhuriyetçiliği de o dindarlaşıp getirdi. Emniyette ama cami sahanını karab durup çok bazılarına düşensek oldu. Demek bir yerde bir nesi var. Nüfus karganda 1985 karganda cami sahanı az demek için ben şunu karab. Manda. Bu biri. İkincisi 2008 yılı. Türkiye Cumhuriyeti'de yaşlar arası atizm sahanı bilen 2018 yılı yapılan manda istatistikler. İstatistikçi. Yaşlar turistik manda ateist olup ketkense 3 kez köpüyüp tuttu. Eğer AK Parti hakikaten bir bindar deyip biz ne kılımız bu? Ekse paralı on transfer buluş gerek idi. Lekin manda bir ehval var. Bu AK Parti ile münasebeti yok bu şeyin millette. Münasebeti yaşaş şekliyle münasebetlik, teknikiyle münasebetlik, ilim-fendeki terakkiyatle münasebetlik, kapitalizm ibaret mavi sistemininki bütün yağı hakim buluşuyla münasebetlikçi bu. Bu keyin tushunsak bo'ldi buni. Lekin AK Parti buni qo'llashga tirishayotganligini buni bilamiz. Agar bunda da tushundirib 20 yildan 30 yildan keyin shunday ateistlik yoshlar yeyilib kelsa, har 10 yosh boldan 3 ateist o'qiydi degan gap. Bu men degan gap emas, bu statistika bor. Yani biz diqqat qilmasak olmaydi demoqchiman. Xo'sh. Hatto bu iloyat fakulteti var Turkiyada, imom xatib var, hali tanqidlar bor. Bu emniyette o'qitish qilgan bolalar bor. Hatta bir balam o'qitish qilyapti, praktik qilgan bolalar bor.
İlahi o'qitgan bo'lsa, ateizm kuchli ketgan ahvol bor. Ateistlikçi sebebini sorsanız yok lan sebepler. Çünkü bular internetga darhol erişilgan bo'lgandan keyin bunun gayet nurg'un ma'lumotlar topalaydi ekan. Ularning savollari intayin hamda. Masalan, hem bu internet dünyasida nurg'un qaymoqtirg'uchi din namida, islom namida dengizdek bo'lgandan keyin u odamda har xil musulmonlarning zehnini ozdiradigan islom nomidan turib ozdirganlarmi jiqda. Şimdi bu internet aslında yayılışıp ketken bo'lg'achqa bolalar darhol dunyoda nima bo'lib ketganini biladi. Bu ma'lumot to'g'rimi xatomi uni qadam izlab bulolmaydi. Nima bo'lishi shuni qubuqli qadamda xili bo'lishi mumkin. Tafakkur qilib bu to'g'risi qaysi deganlar az bo'lishi uchun u qadar ma'lumot borki, qaysi birisini ilg'ab qilasiz. Albatta. Shu yerda bo'lish kerak demoqchi o'g'lim shu. Bu dahi yana bir misol. Nimada? Turkiyada mana bir masala bor. Ben sekülerleşishni texmi yaxshi tushunish uchun deyapman-da. 2000-yilgacha Turkiyada har 5 qiz bola. Ya'ni Turkiyada qizlar qo'yilgan tunji 5 ismni hammasi islomiy ekan. Ayşe, musulmonlarning ismi Zeynep, Fatma, Emine. Yana bir ism bor, unutilib qoldi. Ama 2018-yil statistikada qanday bilamsiz? O'sha 5 ism tunji 20 ismi keyin ichiga kirmayapti. Azlab bitibdi. Bu bir neslen düşündürdü hem de. Elbette. Yani demek şokunum bunda hayat birbirisi gelişip getirilir. Dini hayat ile bu hayat. Yani bir Müslümanlığın hayatı da okşaşla seküler için işbadırım tapalaşsız demek şimdi. Okşaşla ama dini esirim tapalaşsız. Doğru. Ben itirak masa olmadı. Hemimizi azır götür bağ bu işler. Birazdan Uygurların meselini soruşturduğu o vakti da ben her gaplarni qilishni o'ylashyapman. Hamda doktor mushu haqiqatan mushu yuqorida albatta qadrli ko'rmalarimiz tilg'ilinib o'tilgan bu yerdagi realligimizdagi sekularlashish natijasida hayotimizda nurg'un masalalarni bilib bilmay jamiyatimizda musulmonlarning orasida bo'layotgan bu qishma-qish qutulolmaydigan mavjud realligimizdagi so'zlangan narsalar jamiyat shunday bo'ldi. Buningga reallikqa bosh egmay amal yo'q hamda shunday mengish kerak degan nuqtada tushunilmaydi bu. Bu tamoman xato bir narsa. Yuqori tilg'ilingan nuqtalarning hammasi chuqum har bir musulmon o'zgartirishga tegishli bo'lgan. Chuqum mayli hayotimizni butun to'rt atrofimizni qamalga ilib olgan bo'lsin, mayli internet masalasi bo'lsin, mayli qiz yigitlar masalasi bo'lsin. Bu masala shundoq avjib ketgan taqdirdami hayotimizda jamiyat shundoq amdi deb uni suvni iqishiga qo'yib turadigan ish yo'q. Bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan chuqum bizning o'zgarmas ta qiyomat qoyim bo'lguncha o'zining hukmini asla va asla yo'qotib qo'ymaydigan, salohiyati yo'qolmaydigan bir angushtar qo'limizda bor. Rasulimizning ko'rsatmasi va buningga to'g'rilab biz o'zimizni zamonga loyiqlashtirib, naga shamol naga chiqsa shu yerga emas, dinimiz nimaga buyursa shuningga mengishga majbur ekanligimizni bilishimiz kerak. Bu intayin muhim bir nuqta. Doktor hamda mushu siz oxirida misol aytib o'tgan narsalarni masalan bugun masalan bo'libmi Adolat va taraqqiyot partiyasi hozirgi hokimiyatdagi Turkiyaninki nurg'un diniy masalalarda erkinlik, muslim qizlarning maktabda yog'liq bilan rohat o'qishi masalalari ko'p tilg'ilinib selishtirildi hamda Turkiyaning ichidagi siyosatda. Burun başında qizlar, musulmonlar zulm ko'rganda deb o'z vaqtidagi filmlarni, videolarni chiqarib. Shu nurg'un sonliq ma'lumotlar deganingizdek, masalan, burunmi shu o'zining yog'liqqa, o'zining iymoniga ching turgan, besim bor vaqtida ching turganlarningki soni va ularning e'tiqodi, fikr anglari masalasini selishtirib kelib, bugun masalan shunda erkin bo'lib ketgandan keyinki Müslüman qizlarninki yurish turishi, hatto chigib olgan yog'liqimi islom bilan hech bir aloqasi yo'q. Islomning tarasi saga vaqtida aslo islom bilan aloqasi bo'lmagan shu sekularlashishning natijasida bugungi davr iqim buning shamilning kayniga kirib ketib, islom bir yerda qolib qolgan. Islomning o'zi emas, uning faqatlam shakli yoki ismi bilan faqatlam men musulmondim deganlar qolib qolib, ruhi yo'qolib ketganligi, ilgirki musulmonlarning besim ba vaqtidagi e'tiqodi, qurban berish nimasi necha haslab yuqori ekanligini bildirgan nurg'un
temalarga tadqiqotlar ekan hamda selishtirma shaklda shu. So'zlab kelsak haqiqatan jiq bir masala hamda. Bunga men bu nuqtada shu professor Yasin Aktay'ninki yaqında shu islom va sekularlashishning manbalari degan bir kitap nashrdan chiqdi. Qadrli ko'ruvchilarimizni bu Qashqari ilm tadqiqot markazi tomonidan nashr qilinib, tarjima qilib chiqilgan kitap. Nihoyatda tarjimasi bak sifatli bir tarjima qilingan kitapmış. Ko'ruvchilarimizning shu kitobni tafsiliy holatda o'qishini har qaysi kitobxonlarda bor. Tavsiya qilamiz bu kitobni o'qishini. Biz programmamizga davom qilaylik. Doktor hamda sekularizm bilan bugun masalan nihoyatda ko'p til qilinadigan bu loyiqlikninki buni hamda tilimizda loyiqlik deb eliveramdik. Buning farqi nima ikkisiniki? Negizlik farqi. Aldılan ikkisiniki o'tirib chiqqan bo'lsa farqli. Birisi loyiqlik bu nimada Fransiya o'tirib chiqqan Fransiya bilan birlikda. Yani bu kuzey shimoliy Yevropa davlatlari. Bu sekülerizm bakrak nima tarafda? Bu janub tarafida. Yani Anglo-Sakson dediğimiz degan ma'lum. Yevropa davlatlari o'tirib chiqqan taraf bor. Onun için bu laiklik deganninki ma'nosi o sekülerizm bilan etnolik ma'nosi o'xshamaydi. Laik bo'lsa mındaq nimadan? Nima bo'lmagan mındaq chirkov bilan yoki munosib bo'lmagan odam yoki avom degan ma'nosi bor-ku. Xalqqa tava degan gap. Xo'sh. Bu alqi qanday degan gap desa, o'z vaqtida chirkovning ichidami alqi mındaq poplar ikkiga ayrilgan. Birinchisi ruhaniylar, ikkinchisi mındaq sekulyarlar debchu. Bu qanday gapkan desangiz, ruhaniylar degan gap dunyo maishatini voz kechib ibodat bilan shug'ullangan. Sekülerler diyen kim kendisiniz? Sekülerler. Bu alqi xalqning ishiga kirib turib, dinni vasiyat qilgan, dinni vasiyat qilgan odamlar ekan, tabliq qilgan. Ama bu ikkisining sirtidagi butun xristianlardan shu loyiqlik deb atalgan. Loyiq insonlar debchu. Xalqqa tabe. Bu ishninki ma'novilik so'z boyligi deb tushunsak bo'ldi, ammo Fransiya inqilobini deb o'tdim. Fransiya inqilobi bu amaliyotda Fransiya inqilobi yuz berishi podshoninki men Tangridan huquq oldim, butun huquq menda bo'lishi kerak degan ko'zga qarshi sen qilolmaysa buni biz insonlar yoki hokimiyat Tangridan emas xalqdan olish kerak hokimiyatni degan ko'z qarash bo'yicha ilib berilgan bir inqilob. Bu inqilobni qo'llagan amaliyotda burjuaziya sinfi baylar. Chunki baylarga chirkov tegishli siyosiy huquq bermagan bo'lg'achqa burjuaziya Xitoyda farqli tushuntirildi, dehqonlar qilib, aloqasi yo'q amaliyotda Xitoylarning tushuntirgandek-ku, ishchilar sinfi bilan. Ishchilar sinfi burjuaziya tashkillagan tarafi bor. Burjuaziya sinfi yoki shular xalqni elish kerak, bu hokimiyat deb-ku, shuning nazariyalarini nurg'un narsani o'tirib qo'yib, qilib, nima siyosiy jihatdan nima qildi? O'ziga xalq tarafdan hokimiyatni bir asosini yaratgan bo'ldi. Ama bular bu eşit bitirlik. Herhalde hukukun kolay vagan ikenler, çirkavının ölüm adamlarını, şu nayet zulümka halim var. Burjuazisini bir kolga algan degen şu. Manda taraf durum var. Şimdiki şunundan derhal o vaxtda bular insan evren alem şumul insan hitapnameler nurgun neslen ilan kılgan boldu. Onda olsa bu yerde durum bunun onuğa bir cemiyetden de olsa bir siyasi hakimiyette eğer ma'lum bir katolik dinini asas kılgan yoki bir protestantlık asas kılgan bir hakimiyetlik insanı ekip koysanız fakat üzünki adamlarga yan besip başka pufralık yan basmadı. Başka itikatlı insanlarını nima kıldı? Zulüm kıldı, besim kıldı. Ularınki adaletsiz hareket kıldı. Haklarını depseni kıldı. Degen göz karışıyla layıklıkını bir siyasi ve hukuk, kanun şekilde layıklar çıkıldı. Yani bunda diyen gap. Yani ben bu yerde şu cemiyet tevab buluşum bilen mening itikadım mühim emas. Müslüman yoki kafir, yoki dinsiz bo'lay, yoki Hristiyan bo'lay, yoki boshqa dinda bo'lay. Men shu cemiyetning puhrasi bo'lishdan qimmatim bor. Bu yerdagi itikadim bakrak shu mening puhralikim. Chunki zamonaviy jamiyatda, yoki zamonaviy ulus davlatda puhralik birinchi o'rinda turdi. Puhralik jihatdan men Cumhur reisi, ministrlar o'xshash seviyada. Ama padişahlık tüzümde men padişahlık aslında birinci
teң bulanmayman. Her qanday jihatdan. Ama ma zamani ma buluş cemiyeti olsa puhralık cihatimiz o'xshash. Çünkü biz anda bo'lsa, unda bo'lgandan keyin sen xalqdan oy ovoz olgan bo'lgandan keyin shuni sen loyiq tuzumni o'tirib qo'yish orqali musulmonlar yashaydigan, xristian o'zi xristianlik yashaydigan, bir dinsiz o'zi dinsizlik yashaydigan. Qaysi e'tiqod bo'lish qat'iy nazar o'ziniki e'tiqodini erkin bir şekilde yaşayalışın teminat asıl kılgan, kapalık kılgan bir siyasi düzümün layıklık hem de. Bir yerde devletin tüzümü nispeten hakanda bir dinninki üstünlüğü yok. Bu yerde mühim boğanı puhra mühim. Devlet fakat aşı sistem arkalık bütün puhralarınki dini erkinliğini yaki işlenmez erkinliğini, işiniş erkinliğini kapalık ilgisine barat anası girge. Kapalık kılış gerek. Layıklık del muşu mentıkısı kuruldu. Elbette bununki Fransa'da olmuşsun azıcık Fransa'dayız. Hani Müslümanlar nispeten belki çeklep kılgan şey oluş mümkün. Kanunda dep koygan bilen yaki siyasi hakimiyette. Türkiye'de nurgu talaş tartışlar var. Türkiye'nin teorik yaki nezeriye cihetinde yazıklık ama emeliyat cihetinde bazı meselenin bağlılığındayız. Elbette her zaman sistemde yazılgan narsalar emnilik tatbiq qilishda nurg'un masalalar kelib chiqadi, ziddiyatlar falan kelib chiqishi mumkin. Mesela Qur'on Karim bo'yicha biz ish qilgan bo'lsak, sunnat bo'yicha ish qilgan bo'lsak, deymiz endi. Hozirgi kuni qamayib turibdi deymiz-ku. Shunga o'xshash bir ish. Shuni loyiqlikni mana tushunsak deb nazariyasi shu. Nazariyasi bu. Tatbiqlash shakli nurg'un masalalar bor deb o'ylaymiz. Sekulyarlik faqat bunda o'ylash shakli ma jamiyatdagi dinninki ta'siri ruhluq münasebetlik. Yani dinnin azizleşiş veya ruhunun susap ketişki münasebetlik. Bu ikisininki sahası birbirinin farklılık deb düşünsek oldu. Şuna otururken bunda el qolğuş fark ama Türkiye'de bizim aralashışımız hem de bulan için. Şuna bu yerdeki bir şey bunda asası kanun ve siyasi tüzümü münasebetlik bir hukum. Yani birisi cemiyetteki insanlarınki yaşaş şeklinde münasebetlik bir hukum. Ne düşünsek bulur. Hoş. Doktor Hamid abay bizden şu milletimizge sevip durup biraz bir söz kılaylı da ötük etken tanısı abay aldı da sözünüzge. Bunu şu sekularlaşışının ki hazırki bizden hayatımızı köstüvatkan tesiri. Bu haqda siz ne bilen oylaysiz? Şimdi aldığından bu pek hakikaten mürekkep mesele. Ben işini çıkırken tekrar mürekkepini sıkıp kettim. Çünkü bu hem yer tutuşan boğan bu aşka. Nurgun ders okuşka tepe kuruluşu ihtiyacımız ama fakat bilgilerimiz ortaklaşka mecbur hem de biz ortaklarımız bulmaydı. Aldığından biz de sekülerleştik mi diyen bir suala cevap kessek nemin ölçem kılımız? Hoş. Diyen mesele var. İslam'da köstegen tevhidine ölçem kılandık. İbadetine ölçem kılandık. Ahlakını ölçem kılandık. Yaki muşlarının hemmisinki yığın soğan cemiyetke, real turmuşka aks etişini ve ifadetine saz kılandık diye mesele gibi çıkıyor. Eğer tevhidine saz kılsak, vatandaki Uygurlarga biz hazır bağ bir iş bilemeyiz. Tahmin kılalayımız, mölterlerimiz ama illa bağırış, ilmi kulası kılış tesir ediyor. Ama İstanbul yaki Türkiye cemiyeti misal edip özsek diyelim, belki çeteldeki tevhid noksun değil mi? Seküt dinden yere uzaklaşış diyen noktaya çıkışıptı. Tevhidinki hayatın bir bütün dep qaraydı. Şunda mı? Hayatın bir bütün. Hayat ise bu dünya ve ahiret dep qaraymiz. Hayat, ahiret bile dünyanın bir kısım iki partinin teşkil tapqanı qaraymiz. Onu herkes ayırıp qaramaymiz hem de biz. Bizimki İslam'da düşünümüz. Şuna mı? Hoş. Yani eğer sizin bütün iş hareketleriniz bu dünya bilen münasebetlik olsa, ahiret unutup kalsın vakti bir mesele var diyenge. Onun için bu bir. İkinci misal, tevhid diye vaktimizde maddi manevi, fiziklik ve metafiziklik de bana düşündürüş başlayımız hem de. Hoş. Siz eğer hayatınızda yana maddiyatla ehmet verip, küçüke, hukuka, bunun ehmet verip, onun manevi tarafını unutup kalsanız, o vakti bir yerde bir demek bir sekülerleşme meleki, ihzatsak bulu diyenge. Hoş. Onun için
Fiziklik dünyada mesela biz körep turgan üsümlük var, tağ darya var, onu su var, okyanlı var. Siz muşulaqılığı izahlaşqa tirişip, bununki kendiki Allah yaratkan kanuniyetini tep çıkmay, bu fakat buştal şekillengen biz bunu ispatlatlı koyumuz ya ki kanuniyet tep çıksak bulduk oylasınız. Onun kendiki yaratılgan degen nesini unutup kalsak, o vakti bir mesele kep çıkıdı. Demek çoğunun bu bir. Мен дәптерімге яйтарышқа нәрсе деп өтейін. Егер менің ислам düşünüşüm bu epleysem hem de şahsen. Allah dünyanın bir ölçemle yarattı. Bunu kader diyen sözünü işletilirken Kur'an-ı Kerim'de. Kader diyen gep, ölçem diyen gep. Ölçem diyen gep, kanuniyet diyen gep. Kanuniyetimiz kandan bilimiz diye vaktıda mesela geologiya bilen bilimiz, geologiya ilim bilen, fiziki bilen bilimiz, kemiye bilen bilimiz, ictimai bilen, tarih bilen bilimiz, gemiyotçanlık bilimiz, psikologiya bilimiz. Ama muşu arkalı kanuniyetin tepkiye tirişimiz bu işin seküler terbi. Yani man demek şey. Ama bu kanuniyetlerini Allah koyganlığın ibaret hakikatini unutup kalmagan asasda kılsak, bu ikisini birleştirsek. Ben bunu İslami noktada karaş deyip oylayamam de. Hoş. Okşaşla. Siz bir günah kıldıktan biz ceza uçurduk. Deple oylu varsanız o vakit bu dini dogum buldu. Bence bizde sen bu dini dogumu iğirem. Belki hata düşünmüşsün. Ben biraz bunun tevhid noktasını düşündüm. Anlık bağlap düşündüyse belki hata düşünmeydim beni. Okşaşla yani. Bunu biz kemiye olması, zat bulmaydı, fizika, geologiya bilallah. Ne mi kılımız? Düşündürümüz. Allah kanunu koymagan desek bu sekülerizmlik dogum buldu hem İşinin fakat menin tarafını tutmasakla dini dogum buldu. Bu inik değil hem de. İşin nokul metafiziklik tarafını tutmasakla bu dini dogum buldu. İşin nokul dini menin deyimiz. Hem nesini değil ki. Aşı nokulu düşündüysek bu işte itikatlik bir dogmalık deyip karayımız. Okşaşla materiallik düşündürüyorsak bu sekülerlik dogum buldu hem de. Ama tevhid noktasını düşünsek, ikili tarafını düşünmek mecbur biz. İkili tarafını karımsak olmayı. Çünkü kanuniyetini din, ilim arkalık bilsek, Allah'ın karşı kanuniyeti kovalığın ibaret anasını unutup kalmasak, tevhidi karaş deyip düşünmüş gerek. Çünkü bizde efsus ya materyalke ya taraf irtiga ahvalı var. Şuna ben de küzettim hem de. Nuklaş tarafını karaydıgan. Mesela kisellik ile ben bir misal vereyim. Xudamızda kisel derdi de kisellik bunda xil çoğun bunda ehli ilim adam değil mi atımız. Derdi bana dep doktorxana bir şirat kıldı. Devamlı eneni usulünün davalashga tirishdi ama doktorxana bağa vaqtida nurg'un ishlar o'tib ketgan bo'ldi. Amal qilolmaydi ba'zi ishlarga. Agar tevhidin nuqtasida qarasak masalaga tadbir deb bir masala bor. Hozirgi zamon meditsina texnikasi foydalanib kishilarni darhol diagnoz qo'yib burun davalıqlı buladı. Şuna mı? Demek akımızın tutkan tuzisi bir dini dogma hem de. Dini niyetine bana düşündür içinde var tabi. Yani bizim İslam dinimiz hem maddi, manevi, fiziklik ve metafiziklik hemen ölçü kalgan. Nokul bir taraf ehemmiyet etsin, o bir dogma oldu. Bunu unutup kalıp anlık ehemmiyet etsin, onun dogma oldu. Şu ikisini tam etmeye mecbur. Bu bir. İkincisi tevhid tutuklandı. La ilahe illallah imanın asasları. Bir adam da la ilahe illallah vaxtida Tanrı'dan başka ilah, Allah'tan başka ilah yok da düşünüyor şu an. Ben bunu farklı düşünüştürüşüm. Ben demiş kardeşiniz, eğer siz hayatınızda Allah küs turdu, Allah hem kudretlik, Allah rızık vergücü, Allah'ın sübetlerini siz pulga, hukukka, güçke bersiniz, o vaxtda siz sekülerleşti desek buludu. Mesela siz çatallı turup Xitay yemini kürüp turdu deb hareket kılsınız o vaxtda namaz okup turup namaz okup turup hemini kürdüme arlaşmayın bu adam nege ben de akıllık dana deb manda oylap hareket kılsa hemen namaz okuysa millet aynı vaxtda hatta Kabe'de turup cuma ama Allah kürüp turdu diyen mantıklı hareket kılsa o vaxtda o iman noktasına hareket kılgan bulsa ama Xitay bilip kaldı diyen noktasına hareket kılsanız o vaxtda nesil var diyen gep aydı şu. Yani Allah'ın sübetlerini bir Xitayga yüklep koyuyorsunuz hazır. Bilip bilmeyi ya bu mesela sezgür mesele ameliyatta. Eğer sizin iş hareketlerinizi değil mi? Biz Müslüman duduk özümüzde. İş hareketlerimizde Allah'ın merkezde Allah'ını koymuşsak
Yoki aşı bu tushunmasak masalani. Shundaqliqi Xitoy degan uqum albatta tadbirlashda ishlatamiz. Ammo harakatlarimizda, pozitsiyamizda ana unda markazga qo'yib olsak, vaqtida onun insan nima deymiz biz? Dindor deyalamiz. Ammo 5 vaqt namoz o'qiydi, zakotni berdi. Bu nash sezgir masala. Shuni men buni o'ylab qoldim. Bu sekülerleştirip emniyette özümüzün de kontrol kapatmasak olmayı için. Deyli, ben de sorsunuz, ben bir ziyalı deydim düğünü. Sorsunuz. Ben dinli bizimki ehli öğrenim alıp düşündürüş mümkün. Ben felsefe noktasını ve başka noktasında düşündüreyim. Din, üzemden başka bütün mülkiyet var, mülk yani. Hem binesini Allah'a tevbe diyen anla hareket kılışını ben dinde düşünüyorum. Mesela küzemden tatip, üyem, ballarım, şu dünya, üsümlük, okyan, pen teknika hemmesin şu. Bu mülkiyet Allah'a tevbe. Biz bunu amanetisi. Baylıktan ibaret bu nesile. Hep hareket kılsam, çoğum da. Vaxtıda belki ben o sekülerleş noktasında mesela İslam köşetken bu hiç oylagan buluş mümkün. Ben din düşengellik bir şey devatım ben de. Ama siz yine okşaşta bir dinlerde karayası yüzünüzde. Nurgun pulunuz var, nurgun biliminiz var, teknikiniz var. Bunu siz men işlep taptım cumu, menli okumuş bilim gibi oldum cumu. Onun için menli muşunda tiriş akmış kişi iyi oldum cumu. Bu men kıldım cumu dep. Bu mülkiyetniki esnegi soğan Allah'a emez. Allah'a emez. Üzümüzü tevakkuf hareket kılsın vaxtıda. Bu bizim onun neyimiz vaxtıda. Ben bunu sekülerleşiş dep atsam oldu. Çünkü bu dedim o bek mürekkep mesele bu. Mürekkep sekülerleşti oldu. Ahirki mesele. Mürekkepleşiş dep. Yani, ibadet tutup ahlak değil. Ahlakımız bizim şu adı sizin bütün iş hareketlerimizin asası bir ahlak var. Şundan mı? Hoş. Yani ahlakınki en adilleşip etme vaxtımızda değil. Adilleştirip. İşte asası prensip var. Birincisi ben üzem kim diyen. Ben kim? Ben bir Müslüman. Ben bir Uygur. Ben bir Şarkı Türkistanlı. Diyen nokta için elip etaylı. Yani dini bilen ahlak numarasını düşündürüyorum ben. Üzerinin kilik noktasında ben Müslüman bu işe arkadaşlaştırışım gerek. Mümin bu işe. Hazır ben diyen biraz bir dinin tabiri ya ki tevhidin tabiri düşündürsem o vaxtıda ben şu bu yaşayışım gerek. Yaşaşık tirişim gerek hiç olmasa. Ama siz İstanbul'un yaşlı bilirsiniz. Kim kançılık bunun rayı kıvatıdır. Dindar degen yani üzerinden başlayıp kança layık kıvatamaz. Hoş. Eğer siz özünüzün kimlik noktası demez, Xitay sizip bergen, Xitay oturup koygan Uygurçı kimlik noktası, Uygur kimlik noktası yapılsa vaxt mesele degen gap emas mı? Bir yerde bir mesele var. İkincisi, üzerine rağa kömürgeçlik hakkı kılma dedi. Yani üzerine hakların orunu koyup bak diyen gap. Yani bir Müslümanın üstümüzde değil, Uygur'un bir tarafi. Yüzümüzü vatandaki insanlardan onu bir koyup bakaylı. Yani biz her iş kılga vaxtı çekerdi. Ne bir Uygur'u vekillik kılma, Müslüman vekillik kılma. Onda oğan ki ben iş yere getireyim ya, gap sözümde dikkatlaşım gerek diyen mesele oturup çıkan çıkmadı. Evet. Kim, yani benden başlayıp, kim kançak bu anla hareket kıldı. Çünkü eğer bu hareket kılsa, nurgun işte kandalar kılış mümkündü. Yani mesuliyetli hareket kılış diyen gap şu ameliyette. Şuna dinin ve ahlakı terapi. Yani ahlak o garip fiya ya Xitayda oturup kalgan ahlaktan bizden ahlak üçün ait farklı. Yani bizimki negizlik nimemiz insan yalnız kalgan vaxtıda mı Allah kürep turganda hareket kılış hemdi. Yani birisini eğminip emez, birisini kokap emez. Yalnız kalganın dikkatliş diyen gap şu. Ya biz kançak emel kılayımız. Mesela şu hemdi. Demek şu onun. Şunu hem de dini noktadan sekülerleşinki bunda ipadenin farkı qo'llab qarayman. Shu biz Müslüman üstümüzden yüzümüzdeki dostluk qarmasak bo'lmaydi bu ishqa. To'g'ri. Şimdi uzrab kutdi desek. Yani aytbek mig'izliq tushuntirib berdingiz haqiqatan oxirgi so'zingizdami? Rasulullohninki bir hadisi var, bir mu'minniki. Yani hayotimizdagi ihson darajasiga berib yetishni shu yerda sahobalar bilan so'ralgan vaqtida bir sahabiga ihson degan nima deb so'rilib an ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yani siz hozir dal Uyg'urchasini dedingiz yani.
bütün her qandaq bir ish qilgan vaqtimda, ya'ni Allohni ko'rib turdi degan bu tushuncha bilan harakat qilish va hamma narsani Allohning ekanligini bilgan asosda harakat qilgan vaqtida bu Rasulullohning hadisi qarab boqing, bir insonniki bu yerdagi hadisning nimasida iborati keltirilgan Allohga ibodat qilish, ibodat insonning musulmonniki butun dunyodagi Allohning rizoligini ko'zlab qolgan butun ish harakatlari hammasi, uning ichiga namozni kiradi albatta. Ya'ni sen Allohni ko'rib turayotgandek, sen onu ko'rolmasangmi, u Alloh seni ko'rib turdi degan tushunchada harakat qilishing dedi. Alloh shundoq bir qul banda bo'lishing dedi. Bu sizning hozir aytib bergan so'zingiz ekan, islomning eng ya'ni har bir musulmon yetishi, shu martabaga yetish uchun tirishishi kerak bo'lgan bütün kuchimiz bilan shu bosqichga, shu martabaga erishgan vaqtimizda andin Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy mag'firatiga, rahmatiga erishadiganligimizni dinimiz ta payg'ambarimiz shu 14 asrdan ko'p vaqtni oldida bizga bu xaritani, bu angushlarni sizib qo'yib ketdi. Bugun haqiqatan deb o'tganimizdek nurg'un bu hayotimizdagi tarafimizdan ozdirish chaqiriqlari, da'vatlari, yo'llarini ochiqligida shuning uchun mu'min haqiqatan o'zining kim shu angushlardan ayrilgan vaqtida, nurg'un tushunchisini to'g'rilamagan vaqtida nurg'un ezib ketish, qaymoqib ketish ahvollarga yo'l qo'ygan gap. Programmamizning vaqti hozir eshib bir yerlik berib ketdi hamda bu savollarim tugimadi. Buni xohlasangiz yana bir son qilib davomlashtirsak bo'ladimi doktoramni? Bo'ldi albatta. Albatta bilgilerimizni yeni kerak qilib turgan mushiba tushunch bilan qilib tursalarmika? Qanaqa qilasiz? Bo'ldi. O siz boshqaruvchi, riyosatchi o'ringa kerak. Ko'pdan ko'p rahmat, qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganingiz uchun. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib programmamizni haqiqatan yana nurg'un programning 5-da hamda bu tema qancha asaq ichiga kirib davomlashtirish mumkin bo'lgan bir tema. Vaqtimiz to'shib eshib ketgachga mishada kifoyalandik. İnşallah yana oldimizdagi buning davomini qilishga tirishimiz va u kitobni ham o'qishinglarni umid qilamiz. Alloh umr bersa, yana bir qatimliq sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.